Alaykum, hurmatli do'stlar, mana jo'jalarimiz oldiga ham keldik. Xudo xolasa hammalari yaxshi. Damda olishibdi. Xayrli tong hammaga. Salomat bo'lasizlar. Endi mana suvlarni qo'yib beramiz. Shirin suvlarini mana. Hozir ichib olishadilar hozir. Xo'p, endigi masala mana tuxumlarni beramiz endi. Zavtrikda boshlanishi. Bismillahirrohmanirrohim. Ana kelinglar. Shu tartibda mana ertalab ustida suvlarni beriladi. Mana suvlarni ichib olishadi, shirin suvlarni maza qilib, keyin tuxumlarni yeb olishadi. Shu tartibda 3 kun shu holatda berib turamiz. Hop, hurmatli do'stlar, mana eshityapti-ku, sholi bahona kirmaylar ham suv ichardi deb. Endi ukalari bahona bo'libdilar ham maza qilsin mana. Ey janavorlar, juda o'rganganibdi bular. Shunday qilib tuxumlarni berib olsak, qolganiga keyin kechgacha o'zlarini donlarini omoqdagidan startinglardan berib qo'yamiz, shuni yeb aylanib yurishadi. Ara-arada shu pokdan tashlab qo'yamiz har doimgidek. Chiniqish uchun, aqa-baqa yugurib olish uchun. Chunki harakat qilib tursa, yemishlar yaxshi hazm bo'ladi, xudo xolasa. Shuning uchun jichcha pokchalardan tashlab qo'yishsa bo'laveradi. Buni talashib, quvib, yugurishib, maza qilib yuborishadi. Qilib tashlab qo'yaverasizlar. Hop, ukalarga kelsak, mana ukalar yeyapti. Yana ham yaxshi bilib olsin deb bu kattalaridan, aka-opalaridan 2 dona tashlab qo'ydik ichiga. Shularga qiziqib ham yeyish tezlashadi, yaxshi bo'ladi. Ovqatni biladi, nimaligini, nima yeyish kerakligini bilib olishadi. Shunaqa qilib bir-birlarini tarbiya qilib olishadi bular. Mana hurmatli do'stlar, oz bo'lsa ham sizlarga yaxshi kayfiyat yoki nimadir o'rgangan bo'lsalaring shu ma'nodan tomoshadan bundan biz xursand bo'lamiz. Obuna bo'lib qo'yinglar. Har kuni yangi shular kadrlar chiqarib boraman, xudo xolasa inshaalloh. Xo'p, ana bu nima? Bakalashka haqida yozgan ekansizlar. Bakalashka nimaga bakalashka qo'yib qo'yasiz? Bakalashkaning qulayli tomonlari hurmatli do'stlar, buni har-arada bilsalaringiz suyuqlik o'chib qoladi. Shunda hisobida endi suyuq qancha o'tishini masalan bilib bo'lmaydi. Hamma o'sha suv tursa, bakalashkada isib tursa, suyuq o'chib qolgan taqdirda ham 1 soatgacha o'sha bakalashkaning issig'iga hammasi kelib yotib olishadi. Shuni hisobiga bakalashka qo'yib qo'yamiz. Alloh suv tayyor turaveradi. Chunki baribir lampochka yonib turibdi, yoniga suv qo'ysak tayyor isib turadi. Mana bu isitib, ya'ni shoshib vaqt qolinmaydi. Kechqurundan masalan suyuq o'chib qoladigan bo'lsa, bakalashkani issig'i yetadi. Hammasi o'zi biladi. Chunki hammasi yopishib oladi issiqqa. Xo'p, salomat bo'lasizlar, hurmatli birodarlar. Yana qanday savollar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Imkon qadar kunda yangi ma'lumotlar tashlab borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, hurmatli obunachilar. Hammalar ishlariga omad. Bugungi kunlar xayrli va fayzli, barakotli bo'lsin inshaalloh. Sog' bo'lasizlar.